Koreyada futbol o'ynamoqchisiz, lekin hech ham shu do'stlaringiz yig'a olmayapsizmi? Endi koreys bolalar va qizlar bilan futbol o'ynaysiz. Hozir sizga oson yo'lni o'rgataman va bu networking uchun ham zo'r. Koreyada mana shunday ilova bor. Bu ilova orqali deyarli hamma shaharlardagi futbol maydonlarini ko'rib, o'zingizga yaqin joydagi futbolga joy olasiz. Narxi 10 ming won, odam boshiga 2 soat o'ynaysiz. Komandalarning tashkilotchilari o'zlari sizni darajangizga moslab yig'adi va ilovada har o'ynaganingizda sizga daraja berib boriladi. Bizda ham xuddi shunday Javohir bilan Seuldagi stadionga bordik. Formalar almashtirib, mana shunday jilet va komanda tayyor turadi. Ba'zan qizlar ham bo'lishi mumkin, lekin bilingki, u qizlar ba'zida sizdan ham zo'r o'ynaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Koreyslar juda ham ehtiyotkor va taktika bilan o'ynaydi. Travma deyarli olmaysiz. Qoidalarni ham juda zo'r qo'ygan. Har bir futbolchi navbatdan-navbat darvozada turadi. Ya'ni sen tur, men tur degan narsa yo'q. 3 ta klub 13 daqiqada almashib o'ynaydi. Tabiiyki, ko'p gol urgan, yutayotgan jamoa ko'proq o'ynaydi. Xullas, ajoyib o'yin bo'ldi. Koreyslar ham juda ham mehribon, hazilkash, umuman qo'polliklar bo'lmadi. Ana endi futbolga boramizmi do'stim? Shu videoni futbolga birga bormoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'ying.